tashkil qilib, tashkilotchilar pulni olib, biletni sotib, umuman nimasini, konsertini oxirida 9:30 bo'libdi, 10 bo'libdi, kutib turibmiz shuncha. Lekin hech chiqib muzika o'qiganini eshitmayapmiz. Bu yerda qaysidir hali best talant qo'lidan kelmaydiganlarni chiqarib qo'yganlar muzika o'qib yotibdi. Xalqni pulini olish oson bo'ldimi? Shu daraja konsert deb tashkil qilasizlar-yu, oxirigacha o'tirib bera olmaysizlar. Avvalambor assalomu alaykum aziz buxorolik muxlislarimiz. Mana biz Ummon guruhi buxorolik muxlislarimizni xursand qilish uchun konsert dasturi bilan bugun tashrif buyurgan edik, lekin tashkiliy ishlar oxirigacha yetkazilmaganligi uchun, tashkilotchi shartlarimizni bajarmaganligi uchun biz sahnaga chiqmadik. Xudo xolasa balki tez kunda yana ko'rishamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana biz Buxoro shahriga keldik. Bugun hammalarni albatta kutamiz. Konsert juda ham zo'r bo'ladi. Xudo xolasa Buxoro bugun ko'rishamiz. Buxoro kelganimiz shundoq bilinadi. Va yomon xabar aytib kelmayapti. Hammaga yaxshi kayfiyat, yaxshigina qaynoqqina issiq. Xo'p. Qo'ldan kelgancha bir-ikki to'monni qo'shig'ini sizlar bilan kuylaymiz. Hozir organizatorlar bilan suhbatlashganimizda Ummon guruhi kelyapti deyishyapti, kelmayapti ham deyishyapti. To'g'risi biz ham aniqini bilmayapmiz. O'shaning uchun men sizlarga istoriyada Ummon guruhini konsertda ko'rishamiz deganim uchun sizlar bilan yuzlamaman va sizlarning sabringizni mana shu qarsiylarni o'zingizga chalib qo'ysanglar bo'ladi. Esichun. Bilaman nasriylar yo'q endi, to'g'risi aytbanda emas. 17-iyul Buxoro shahri Ummon konsertiga hamma kelgandi, lekin tashkilotchilarning mas'uliyatsizligi sabab, nimadir sabab konsert qoldirildi, hamma norozi. Biletlarni pulini qaytarib berishmayapti. Shuncha odam to'plashgan. Yo'q bo'lamiz. Xullas, nimadir bo'ladi. Yaqinroq kelishiga mumkin. Birga qarachi shuncha xalq bor. Mana. Apam boshlab berdilar. Qolganlar davom etdi. Farferi. Aka topildimi biletingiz? Topildi. Qanaqa oluvdingiz buni bizdan? Onlayn oluvdingiz, o olib ketasiz, muammo yo'qmi? Muammo yo'q. Yo'q. E'tibor qilinglar, onlayn olganlar hozir yana keltirib etap tayyorlayapti, harflar bilan nimadir kelasizlar mana. Bu glавный kassada yigitlar sizlar onlayn berganlarga tirsiz beradi mana shu yigitlar sizlarga. Ichkarimiz juda ham shavqingina mana mazza qiladi, ichkariga kirib konsertda polniyonliq odamlar mazza qilyapti. Peshonasidan bilsangiz ham bo'ladi, misol uchun. Umuman terlash yo'q. Xudo xolasa ichkariga zoomlar, nastroykalar qilinyapti. Albatta vaqtli kelganlar kirib olyapti. Biz qo'yaveramiz. Undan tashqari bloger bir-ikki singlarimiz qaytib oldi. Ko'chada tartib nastroyka bo'ladi. Nima deydi? Tartib saqlash gvardiyalar polni bir qarab chiqyapti-da. Nima deydi? Xavfsizlik ta'minlayapti. Shu joyda kelib qolibdi qizimiz, bloger qizimiz. Ular kirishga qo'ymasdi. Menga hozir taklifnoma berganingiz foydasi nima degan yozibdilar. Albatta uzr, kelaveringlar, qo'yishaveradi. Hozir aytildi, o'sha narsa KPPlar tayyorlandi, kiraverasizlar xudo xolasa. Soat 7:30-8da konsertimiz boshlanadi. Xudo xolasa salqingina mazza qilib birgalikda o'tkazamiz. Kelaveringlar jigarlar, biletlar albatta bor. Bilet narxi esingizda go. Ummondan ham qiziq narsa bor.